Ruslan Nuridinovga men juda qoyil qoldim. Juda bir o'ziga ishongan, juda bir xotirjam yigit ekan. Ko'zaylarni taqib olgan, polvonlarga ham o'xshamaydi, o'qituvchilarga o'xshaydi ko'rsangiz. Oddiy. Ammo polvonlar chiqib olib boshqa davlatlardan. Bakalashkada suvlar ichib, sochiqlarga artinib, o'zicha o'kirib, ho'kizga o'xshab yuribdi. Ruslan Nuridinovda chochiqni betiga tashlab olib uxlayapti. Bir payt navbating keldi deydi, shundan turdi. Bet qo'lini yuvib, bir pela choy ichib oldi-da. Mendan oldingi rekord necha kilo ekan dedi. 236 kilo ekan. Deydi, 1 kilo qo'shib yuboraylik o'shanga dedi. Ruslan, hazillashma bu olimpiada rekordi deydi. Javob dedi. Anjanchasiga dedi javob. Bir kilo qo'shib yuboraylar dedi. Endi Ruslan chiqib keldi, ana raqiblar mensimayapti buni. Qani nimani qoyil qilar ekan, o'zicha deb mana shunaqa qilib turuvdi. Ruslan shundan chiqib keldi, xotirjam, o'ziga ishongan. Ko'p polvonlar e'tibor bergan bo'lsanglar, naryoqda bitta idishda un turar ekan, un. O'sha yerga borib unga qo'lini tiqib, bittasi xamir qilib non ham yopib ko'rdi. Foydasi bo'lmadi baribir. U Ruslan Nuridinovdir, unga ham qo'lini tiqqan yo'q. U haqiqiy o'zbekchasiga, dehqonchasiga yo'l tutdi. U dedi. Shunday qildi. Men o'sha yerda ishondim uni ko'tarishiga. Chunki biz yigitlar bir tuplab ketmoq o'shasa 1 gektar yer chopadi. Ushlagan joyini qo'yib olmaydi biz yigitlar. Shunday ishtangan ushadi. Ana ular mensimasdan turuvdi, kichkina o'g'lini ko'targandek. Shunday oldi yelkasiga. Tepaga shunday ko'tardi-da, raqiblarga qarab tilini chiqarib, la deydi. Boyagi bola yana yonimda o'tirgan ekan, ana qizil galstukli nima zo'r ekan shtangiz deydi.